Maximum F1 gibridini niholchalari issiqxonaga qachon ekilgan edi? 20-martda ekkanmiz. Bir oy ichida terishni boshladik. 1100 tub bodring urug'idan, bodringdan kuniga 4-5 qop, demak bu degani 150-170 kilodan terdik. Boshqa bergan joylaringizdagi dehqonlaringiz fikrlari qanaqa bo'lyapti? Mana shu Maximum F1 ko'chatini men o'zimni klientlarimiz bor, o'shalarga mahalla anaqilarga chiqardik. Ular hammasi maqtashyapti, juda yaxshi deyapti. Xudo xolasa, ularni yeri boshqacha, yangi yer. Ular juda hosildorligi bundan 2 barobar kuchli. Bundan ham yaxshi. Bundan 2 barobar kuchli hosildorligi. U sabab telefon qilib rahmat aytyapti, shunaqa yaxshi hosildor bodring berganini qilganingiz uchun deb. Xudo xolasa, hammaga tavsiya qilaman buni. Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari, agrar soha mutaxassislari, issiqxona shaydolari. Mana biz bugun Jizzax shahar Amir Temur mahallasida bo'lib turibmiz. Bu yerda Alfa Agro kompaniyasining Maximum F1 gibridlari, bodringlari ekilgan. Mirishkor dehqonimiz ham agronom ham ko'chatchi Shavkat akamiz teplitsalarida bularni ko'pchilik tanishadi ham. Endi hozir o'zlaridan ham ikki og'iz fikrlarini, maslahatlarini olamiz. Lekin avvalambor e'tibor qilishingizni so'rardim, hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari. Maximum F1 gibridini shaklini va misol uchun o'sha donlarini bemalol katta qilib berishini o'suv nuqtasi to'xtatilmagan joyda donlarni birin-ketinlikda juda ham yaxshi boqib katta qilib beryapti. Bundan tashqari pastki qismlaridan anchagina hosil terilgan. Bu taxminan 1 oyga yaqin vaqt davomida hosil terilgan joy. Keyin e'tibor qaratishingizni so'rardik. Hozir albatta Shavkat akam o'zlaridan ham so'raymiz. Bu issiqxona o'sha oldingi ukrainskiy deyshadi, Ukraina tipidagi issiqxona bo'lib, tuproq sharoiti o'ziga xos, ya'ni almashtirilmagan tuprog'i doimiy ekinlar bilan band bo'lgan va shu yerda ham mana shu Maximum F1 gibridi juda ham o'zini yaxshi ko'rsatdi. Boshqa videolarimizda ham aytib o'tganimizdek, shu qanday nav bo'lishidan qat'iy nazar Alfa Agro jamoasi o'sha navni butun O'zbekiston hududida har qanday sharoitlarda, og'ir sharoitda, sho'r yoki bo'lmasam o'sha zax ko'p bo'lgan tuproqlarda ham har xil sharoitlarda ekib ko'rib, ana undan keyin eng yaxshi optimal gibridni tanlab olinadi. Sodda qilib aytganda 1000 chig'iriqdan o'tadi. Mana hozir Shavkat akam o'zlari ham juda ham mamnunlar. Aynan terim jarayoniga yetib keldik. Terim jarayonini ham qisqacha e'tiborliga havola qilamiz. Assalomu alaykum Shavkat aka, sog'liqlaringiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Shavkat aka, hozir mana dehqonchiligingizni ko'rib, shu video lavha qilishga qaror qildik. Avvalambor sizga o'xshagan dehqonlarimiz ko'paysin. Endi mana shu Maximum F1 gibridi haqida ikki og'iz fikrlaringizni bilsam. Bu Maximum F1 gibridini niholchalari issiqxonaga qachon ekilgan edi? 20-martda ekkanmiz. Mana shu Maximum urug'ini F1'ni. Juda hosildorligi yaxshi ekan. Mana 1 oy deganda hosilga kirdi. 1 oy ichida terishni boshladik. Qancha terdingiz misol uchun taxminan? Taxminan masalan mana shu yerda 1100 tub bor. Mana shu ikkita keltiramiz. 1100 tub bodring urug'idan, bodringdan kuniga 4-5 qop, demak bu degani 150-170 kilodan terdik. Har kuni terdik. Har kuni terildi. Har kuni. Ilgari anaqa kunora terilardi. Tez kattartirar ekan hosildorligini. Juda tez ekan. Bodringning shakli, qattiqligicha ma'qul bo'ldimi sizga? Juda yaxshi, chiroyliligi, mana anaqa qattiqligi ham yaxshi. Sifati anaqasi yashil bo'lib chiroyli ko'rinar ekan, anaqa tabiiy. Endi asosiy sizga ma'qul bo'lgan taraflar nimada bo'ldi? Misol uchun kasallik, zararkunandalarga chidamliligi yoki qanaqadir ishlov berish agrotexnikalarni amalga oshirdingizmi? Shular haqida ham ikki og'iz fikrlaringizni bildirsangiz. Agrotexnika mana tomchilab sug'orish bizadagi. Bitta shu ikki tomoniga kapini qo'yganmiz. Olib shuni oziqalarni vaqtida berib turdik. Sug'orish sistemasi tomchiladi faqat, ariqdan berilgan yo'q. Kasallik, zararkunandalarga chidamli ekan bodring. Juda chiroyli anaqa ekan. Hosildorliklari ham juda chiroyli, mayda. Bunaqa boshqa bodringlar qop-qora bo'lib ketmaydi-da. Yo'q, mana yashil chiroyli, bozor suyadigan, yaltiroq. Bliski ham zo'r. Har bitta bargdan 3 ta, 4 tadan tugayapti. Yonshoq tashlasangiz, yonshoqdagilar ham tugib ketyapti, hatto. Bachkidanmi? Bachkidan ham tugib ketyapti. Hosildorligi juda yaxshi. Hozir men ahamiyat berdim Shavkat aka, bu issiqxona konstruktiv issiqxona ekan, qancha yillik issiqxona ekan. Bu yerda almashlab ekish yoki tuproqni o'zgartirish ishlari amalga oshirilganmi yo yo'qmi? Hozircha biz endi sharoitimiz shunga to'g'ri kelgan yo'q. Endi eski mana ukrainskiy konstruksiya o'ynali bu. Teplisamiz. Endi yerimiz ancha yildan beri ishlagan. Hozir yerni almashtirishga hali sal nimamiz yo'qligi uchun almashtirganmiz. O'shanda ham shu 76-yilda qurilgan teplitsa bular. O'shandan beri ishlagan joy mana shu yerimiz kuchsizroq.
O'shanda ham shunga qaramasdan hosildorlik yaxshi deb o'shaning uchun biz urug'ni ma'qul ko'rdik maksimum. Bu endi mana hozir sizni sinovlaringizdan o'tdi. Tuprog'ingizda ekib ko'rdingiz, mana hosillarni ko'rdingiz. Mevani misol uchun o'sha qattiqligini, transportabilligini ko'rdingiz hammasini-da. Endi misol uchun o'zingiz ham bilaman ko'chat qilasiz. Ko'pchilik taniydi sizni. Boshqa bergan joylaringizdagi dehqonlaringiz fikrlari qanaqa bo'lyapti yoki bo'lmasam shu dehqonlarga ekishini qanaqa tavsiya qilasiz buni maksimum F1 gibridini? Mana shu maksimum F1 ko'chatini men o'zimni klientlarimiz bor. O'shalarga mahalla anaqalarga chiqardik. Ular hammasi maqtashyapti, juda yaxshi deyapti. Xudo xolasa, ularning yeri boshqacha, yangi yer. Va juda hosildorligi bundan 2 barobar kuchli. Bundan ham yaxshi. Bundan 2 barobar kuchli hosildorligi. O'zi sabab telefon qilib rahmat aytyapti, shunaqa yaxshi hosildor bodring berani qilganingiz uchun deb. Xudo xolasa, hammaga tavsiya qilaman buni. Xudo xolasa, kuzgi anaqalarga ham ekamiz, xudo xolasa buni. Yoz oylariga. Rahmat Shuhrat aka. Avgustlarga ham xudo. Dehqonchilikning barakasini bersin. Ishlaringiz rivojini bersin. Sizlarga ham rahmat. Shunchalik yaxshi urug' tavsiya qilsalar bizlarga. Salomat bo'ling. Sog' bo'ling.